Hollandgacha mashinada 7 soatlik yo'l taxminan 100 yevro bo'ldi. Airbnbdan uy ijaraga oldik. 2 kun uchun narxi 300 yevro. Maslahatim, oilaviy sayohat uchun doim uy tanlang. Ancha arzon. Birinchi kunimiz Koykin-Hofga sarguzashtimiz boshlandi. Chiptalar narxidan boshiga 25 yevrodan. Odamning ko'pligini qarang. Lolalarning kelib chiqishi Turkiya ekan. Turkiyadan olib keltirilgan ekan. Bu yerdan chiqib, Shimoliy dengizning sokinligini his qildik. U tomoni Angliya, bu tomoni Gollandiya. Ovqatlanishimiz uchun taxminan 2 kunga 150 yevrolar bo'ldi. Uy olishning zo'r tomoni ham shu yerda-da. Oshxonasidan foydalana olasiz. Ozroq xafa bo'lgandim. Lolazorning ichida dalani qoq o'rtasida rasmga tushmadim deb. Sababi dalalarga ruxsatsiz kira olmaskansiz. Rasm tushadigan dalalarni topish esa ozroq stress bo'ldi. Lekin uddaladik. Qarang bu go'zallikni. Ikkinchi kun Amsterdam ko'chalarini, pishloqlar va velosipedlar shahrini kuzatish bo'ldi. Ja katta shaharlar odami emasman-u, menga tabiatning go'zalligi juda ham yoqadi. Siz tabiat odamimisiz yoki shahar? Lolazorlarni ko'rish 2 kunlik sayohat bizga oilaviy 600 yevrolarga aylandi. Eng zo'r vaqt aprel o'rtalari, lolalar eng chiroyli ochiladigan bo'ladi. Ko'zingizni biron yuming. Bu yerga kim bilan kelishni xohlagan bo'lardingiz? Men onam bilan bu yerga qayta kelgandek bo'ldim. Siz-chi, o'sha insonga bu videoni jo'natib qo'ying.